Көрваттınız Qarqash Cho'ng bozor tajidorligidagi Ömlük Sadasi programmasi. Programmamizni Şinjan Ömlük Nilkech avtomobil savdo bozori chaklik şirkati alohida qo'lladi. Yaxshimsizlar, ekrandagi qadrli ko'ruvchilar, yana yuz ko'rishdi. Huzuringlarda bo'layotgani Beijing Ipak yo'li Ömlük madaniyat taraqqish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash Cho'ng bozori tajidorligidagi Xili Jishing yani Ömlük Sadasi programmasi. Ben riyosatchi Mahina Rozi. Bugungi programmamizda xushallik üzülmaydi. Chunki bugungi programmamizga o'xshashlar yana Şinjan san'at yurti opera o'mikining davlatlik 1-darajalik artisti, suyumlik san'atkorimiz Guljamal Matniyaz xonim qatnashdi. Qarshi olamizda. Yaxshimsizlar? Barliq aziz ko'rilmanlar. Ömlük Sadasi programmasi orqali yana sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Programmamizni davomli ko'rishinglarni umid qilamiz. Rahmat ada. Sizning qatnashib berganingiz bizning programmamizning sharfi. Endi biz ikkimiz birlikda yana bir aziz mehmonni kutib olamiz. Shundaqmi ada? Shundaqa. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi programmamizga alohida qadam tashrif qilgan mehmonimiz bo'lsa, iqtidorli ijodiyatchi, xalq san'atkori, dangliq naqshchimiz Ibrohim Qurbon efendi. Qarshi olamiz Ibrohim aka. Ko'ruvchilarga bir salom berib o'tamiz aka. Ha, rahmat. Salom. Ömlük Sadasi ekran oldidagi qarindoshlar, yaxshimsizlar? Sizlar uchun mulozimat qiladigan fursat kelgan vaqtida bu fursatni g'animat bilib, ko'nglimdagi gaplarim bilan, naqshlarim bilan sizlarni suyundirman. Rahmat. İbrahim aka, oldingiz o'tirgan ikki qizni tanidingizmi? Biz kim o deb? Yo'q, bu ovozi tunish o'zini ko'rib bakmagan qizlar bu. Birisi qiz, birisi cho'ng, anash. Guljamal qo'y. İbrahim Gang. Salomada. Sizlar konu tanishladingu deyman, ha. Xeyli ko'p hamkorliklar bo'lgan. Maynur singlimimiz. Bugun ko'mgan ko'rsatmasam nima? Ömlük Sadasiga kelgankin endi yangi ko'rishdagi ishni ko'rib qayting aka. Mana Ibrohim aka, bugungi Ömlük Sadasi programmamizda siz to'g'riliq ko'rmanlarimizga ko'plagan uchurlarni beramiz, naqshlaringizni huzurlanamiz. Undan boshqa Guljamal odammi mana riyosatchilik sahnasida men bilan birlikda siz bilan paranglashman deb tayyor turibdi. Aslimlar qo'ynig'ima qaytib boramiz deganga o'xshash. Bu ham shu programmada sizni ta'riflaganlarim to'g'ri bo'lgandi va iqtidorli ijodiyatchimiz, dangliq naqshchimiz, xalq san'atkorimiz deganim. Ha, biza qiziqchi deb qo'shqidigan. Shu so'ralib to'g'ri bo'pti. Biza qiziqchi. Xeyli qiziqchi. Yeni ko'rmanlarimiz ko'rdi. İbrahim Gang. Nimicha İbrahim Gang deymiz desangiz? Chunki yaqinlar bir aklatmasin deydi. Masalan, Guljularda Saqam deganga o'xshash. 90larda shu yigitlarni, bolalarni Gang deydi, İbrahim Gang. Ha, bizni shu 90 turpan shu qo'mullig'icha Gang deb ataydi. Qizlarni Ay deydi hamda. Ay qiz. Maynur Ay. Maynur Ay desa, shundoq chiroyli qanlan ekan. Bu Gang degani shu erlarning mustahkam, qaysar, irodali bir sifatlar bilan sifatlagan ekanda. Dal shuning tipik misoli mana İbrahim Gang. O'zining intayin qaysarligi bilan yashab ketayotgan, bizni ta'sirlantirib kelayotgan san'atkorimiz. To'g'ri. Adabsizlik o'zimni bir so'ray dedim. Chunki ko'rmanlar nurg'un savollarning javobini tepishga amroqchi intizor bo'ladi. İbrahim aka, ko'zingizningki hozir ko'rish doirasi qanchalik? Ondan tug'mi shundami? Keyin bir ishlar bilan ojiz bo'lganmi? Men 3 yoshimdan amam shu holatda qizil chiqish sababi bilan shu ikki ko'zimdan mahrum bo'lgan ekanman. Ammo ko'rdig'inimni o'zim bilmayman-da. Boshqalarga ko'rdig'inimni qanday ifodalashni uni bilmayman, ammo lekin men ko'z oldim qop-qorong'i holatda emas meniki. Uyg'unlikda kelsam bu g'oyat zo'r cho'ng bir yo'rqlik bor. Bu o'zim bir necha shu taqdirdoshlarim bilan fikr almashtirib baxtim. Bir 2 yoshimda bo'ldiki, bizni suyundirdigan adam bak jiqlab ketgach, shundami biz o'zimiz rohatda yashayotganligimiz shunda bo'ldimi, shunda tuyg'u keldikmi? Ammo lekin nurg'un narsani ranglarga bo'lgan tunishim, shaylarga bo'lgan tushuncham shunda aydin meniki hamda. O'zim İbrahim aka telefonlarni bemalol ishlatgandeklam his qildim men.
Ünlüdarlarda yaxshi paranglashimiz İbrahim kan bilan. Ha telefon ündedarda iş qilib siz o kanalımızın ovoz qoldirish tafakkuringiz o'chib qolgan ajoyib odamlar bor. Ündedarda men xat yozdigan odamlar bor. Deymanmi bo'lmasa? Chaqchaq qilib qo'yganim ya u. Yo, endi menga xat yozsangiz sizning maqsadingiz men tushunmaydi ekanman. Men shu ovozli telefon ishlataman. Ovoz qoldirsangiz bo'pti ekan desam, xapaman akadam. Yana xat yozdik bular. Yana xat yozdik. Buni bilan men bularga shu ovozsiz biz bir varaq to'shqizatma 60 sekund. Nima ish qilganingiz bu deydi. Meni xatimni siz o'qamadingizmi desam, yo'q, nada xat yoz deb. Siz qanday qilgansiz, men xat yozgan deb. Sizniki men o'qimadim. Bu ikkimizni qanday siz qaysi maktabda o'qigan bo'ydingiz? Siz meni xatimni bilmaydigan, men siznikini bilmaydigan qanday bir ishdir deb qo'yma. Güzel qiziqchi degan tushdi ya. İbrahim kan qiziqchi. Bizning oila bilan bu İbrahimning oilasidagilar bir urug' tuqqandek. Bizmi bularni o'zimizning bir qarindosh sifatida ashtaq ko'ramiz. Mayli bayramlar bo'lsin, odat vaqtlar bo'lsin, biz davomli bizdan nayt ahvol so'rab turdi, bizni shundoq bir suyundirdi. Bu Guljamal adamlarniki biz cho'ngiga borgandek boramiz endi. Cho'ngiga boramiz degandek bir hissiyotda. Ha, shunday bir hissiyotda boramiz. Bizni bakarak izlaydi ham rostga bo'lganda. San'atda Nijat akam meni atqa mindirgan desam bo'ldi. Bir rejissor bir tipni yoritmoqchi bo'lsa, bir san'atchini tutsa, cho'qim yaxshi yerdan chiqmas bo'lmaydi, uni obraziga ta'sir etadi. To'g'ri. Nurg'un narsalarda o'zimizga ulgi qilamiz, bolalarimizni tutib shundoq. Voy rahmat. Bizmi sizni ulgi qilamiz. Haqiqatan ulgi qildik oila Guljamalada. Voy rahmat. Bir ta'siratni so'zlaydigan ish bo'lsa, İbrahim Gangni biz misolga olamiz. Shunchalik tirishchan. Masalan, biz mushun hozir Nijat akasining gapini qildik. Masalan, Nijat Niyaz bir rejissor buni tunutmasmi? Xalq İbrahim Gangni tunugan. To'g'ri. Masalan, mushu o'zining yurtidan To'qsin Turpandan boshlab butun Shinjongdagi har millat xalqmi İbrahim Gangni tunugan. Gang o'xshash shunday bir irodangiz bilan ash oilangizni, atrofingizdagi hammasini siz ta'sirlantirsiz. Siz bir aktiv energiya beradigan, bizga bir o'zgi bo'ladigan mundaq bir xalq san'atkori bu. Bir boshlamchilarning e'tirofiga erishgan ekanmiz, hamda biz erkin-erak ushgan bo'ldik-ku. Kantara. Men o'ylab qoldim, İbrahim kam qaysi taraflarni, nimalarni bakara ko'ralaydi ekan desa, yaxshi odamlarni, yaxshi ko'ngillarni ko'proq ko'ralaydi ekan. Qalbida yo'q, qalbi yo'q ekan. Shunga atrofiga shunday yaxshi ko'ngilli kishilar ko'proq olishidi ekan deb o'yladim. Rahmat. Alaydi bo'lgan bir talant bo'lgan taqdirda uni shu fazili bilan ko'tarmasak, azroq bir nuqson bo'lsa, talantni yeb qoladi ekan. Bizning alaydi bir talant yo'q. Men bu ko'zim bu ahvolda bo'lgandan keyin o'qish fursatidan mahrum bo'ldim hamda. Nurg'un odamlarning, nurg'un shu bizning kasbdagi odamlarning hamda san'atchilarniki san'at maktabini bitirib diplom turdi o'qildi hamda. Hamda men diplomni qanday qilmay desa, kishilarning qalbiga taqatmasam bo'lmaydi-ki. Qo'limda diplomim bo'lmagan bilan shu boshqalarning qalbida diplomim bor deb yashash uchun nurg'un jihatdan diqqat qilmasam bo'lmaydi. Suyunduq İbrahim aka. iqtidorim bor, biza chaqchaqchi deb qo'yib kamtarlik qilyapsiz. Amniyatda İbrahim akamning bekchirolik ijodiyatlari bor. Men bek yaxshi ko'rman, jiq ijodiyatlarini. Bugun shu ijodiy naqshlardan birini aytib berammi deb tomoq qilib o'ltirdik ikkimiz. Shunaqa bo'lgan biza aytib qo'yaymi? Shuni deyman. Asa qilib boqaylar. Aytib boqaya. Qaysi naqshalarimiz aka oldi bilan? Ayolimga atab ishlagan bir naqsham bor. Men sahnaga chiqsam, buningdan keyin oldi bilan shu ayolimga atab ishlagan naqshamni aytishni loyiq ko'rmayapti. Chunki men ayolim bizning oila uchun jiq jafo tortdi. Ammo intayin kayfiyat yaxshi bir ayol. Hamma shaylarga bizga har qanday bir eg'irchilik masalalarga oildagi shaxsan hamda meniki qanday bir eg'irchiligim bo'lsa buni nayt kulib turib obdan bir taraf qildi. O'zimi chiroyli bir ayol, aqlli ayol. Qalbidek chiroyli. Qalbi go'zal. Qalbi go'zal, o'zini go'zal. Yangimizning teni salomat bo'lsin. Shifolarni davolaylik. Uni bak tushunmayman hamda. Uni ko'ngliga bir tasalli bo'lsin, men qanday qilmasin, shunday yaxshilarni qilib etibdimi? Meningdan minnatdor bo'libdi desin uchun shuni men ayolim atab
etgan akşamını, işlegen akşamını et vereyim bir şeyde. Bir anlaş fırsat kepti. Rahmet. Ana tecep yaxşı ta anlaydigan buldu. Rahmet de. Qani akamsa, marhamat. Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik Partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, ko'lami 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy qushlari, sayko'tat, quruq yalimish, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila uskunalari qatorliq ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatga ehtiyojini qondirib kelyotdi. Qarqash cho'ng bozori sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bozori. Programmamizni Şinjan Ömlük Nilkes Abdurrahman savdo bozori chaklik şirkati alohida qo'lladi. Ömlük sadasi. Ömlük sadasi. Can desem tenimde, yar desem yanımda. Canım desem tenimde sen, yarım desem yanımda sen. Gül hayatım senin bilen, görmez gözüm başkını. Can desem tenimde, yar desem yanımda. Canım desem tenimde sen, yarım desem yanımda sen. Gül hayatım senin bilen, görmez gözüm başkını. Ayalımdın başkını görmez, görmez gözüm. Çırağım sen, bana yanğan, bəxt kuşum, beşim qoqunğan. Çırağım sen, bana yanğan, bəxt kuşum, beşim qoqunğan. Kuş avazlık bulbul misali, ayalım sen, her yerde kaçın yanımda sen, ayalım var. Otumda hem suyumda, nakşa etsem küyümde. Oğumda hem düşümde sen, nakşa etsem küyümde sen. Gül hayatım seni bilen, görmez gözüm başkını. Ayalımdın başkını görmez, görmez gözüm. Çırağım sen, bana yanğan, bəxt kuşum, beşim qoqunğan. Çırağım sen, bana yanğan, bəxt kuşum, beşim qoqunğan. Kuş avazlık bulbul misali, ayalım sen, her yerde kaçan yanımda sen, ayalım var. Kettim endin xarlikler, yolumdaki darlikler. Yitlep yürgeç kulumdum, ayalım sen. Kettim endin xarlikler, yolumdaki darlikler. Yitlep yürgeç kulumdum, ayalım sen.
qadamim ravon yo'limda qo'lim sening qo'lingda qadamim ravon yo'limda qo'lim sening qo'lingda xatardan yiroqman mehribon ayolim bor Ömrük sadası Ömrük sadası Rahmat. İbrahimka, minnatdor bo'lishni bilgan odamning hayoti texmi rangdor bo'lgan deb o'ylayman jamoada. To'g'ri. Sizmi shunchalik minnatdorlikni biladigan bir ustozimiz. Rahmat. Bugun ishqalar bilan mushu sahnada paranglashib, mushundaq bir go'zal naqshlarni billa anglab, billa bir temani o'rtoqlashganligimda men o'zim shunchalik baxtli his qilib ketyapman. Bu naqshni anglagandan keyin men bak hayajonlandim. Ayolning ismi Mangligul. Men shunchalik bir xush bo'ldim. Chunki biz anglab qanchalik hozir ta'sirlangan bo'lsak, Mangligul cho'qim yig'laydi. Chunki Mangligul Ibrohim Gangning ayoli, masalan, kimchan bir ayoldan sirt shopri, katibi, qalbi qozongan bir erkishning oqida cho'qim bir bedel to'laydigan bir ayol bor degan mushu naq bu gap bu oilaga bak tushiruvchi. Shuning uchun endi Mangligulga mushu atab ishlagan naqshingizni hamma ayollarning menchi shunchalik yoqtirib anglishiga shunchalik bir ishonchim bor. Bizni bak yaxshi ko'rdik. Rahmat. Mangligul uchun rahmat sizga. Rahmatida suyungan odamlarimizni uchrashgan vaqtida cho'qim ifodalash kerakka suyungan ishkanligimizni, suyunayotgan ishkanligimizni, u odamning bizga tutgan pozitsiyasiga rahmat etilgan fursatni mening odatim bo'lsa kerak, qo'ldan bagim kamaydi fursatda. Rahmat. Rahmat Ibrohimka. Ibrohimkamningki ijodiy naqshlaridan qaysirini bilsiz keljamalada? Yazda yaqqan yomg'irni Bek güzel naqsha güzel. Har qitim alsam tunç qitim anglagandek ashta hissiyat anglayman. Bek yaxshi ko'rma. Rahmat. Nechinchi ijod bo'lgan naqsha akam shu? 2000-yillar ijod qilingan naqsha. Bu naqshini nurg'un odam shundoq bir muyutqimi bog'laydi, ammo bu naqsha muyut bilan munosabatsiz bu naqsha. Hamda bir cho'qim birovni yaxshi ko'rgan bir qizbolni yaxshi ko'rib qolsa, u qizbola yigit tarafidan rad qilinib ketib qolsa, bularning jumdan muhabbati buzilib ketib qolsa, shu yozda yomg'ir yoqqan, qor yoqqan, hech nima uqulmagdek shu tinirqab qolamdiki deyman muhabbatda. Bir kimni yaxshi ko'rib qolsa, dunyoni shu yaxshi ko'rib qolgan odam shu kontrol qilayotgandek hissiyatga kelib qolamiz emasmi? To'g'ri. Shu bizni e'tirof qilsa, dunyo bizni e'tirof qilgandek. Shunday bir hissiyatda. Men shu ayolimni shunday o'ylayman hozirma. Bütün dunyoni shu kontrol qilayotgandek. Dunyoning go'zalligi shuning bilan bo'layotgandek. Mana muhabbat. To'g'ri. Shuningga o'tganda birisi Ibrohimjon ayolingizni tushunamsiz, ayolingiz chiroyli qanday ekan, qanday o'xshash chiroyli sat ekanligini deb. Ayolimni men xamirni o'zayni yasab berimjimi deyman. Chunki men qonuyman emasmi, uni bilmayman. Bizning as-tush qobiliyatimiz bak yuqori bo'lsa kerak. Shu bir yerlardan kelgan vaqtida mashallah kelimiz ishni oldiga kelgan vaqtida to'xtamisha shu desak ko'rgansan sana deydi, uni tushundirgilmaydi buni. Ya'ni bir qatim bunda faoliyatlar so'rovlarda o'tirib qolganlarda yana shuni talab qilmay, bu da men olib qo'ysam endi o'zing nima chiqolmisan shay tushirib qo'ymayman seni. Men palay keldik demayman senga. Shuni o'yin udlisiga kelgandan keyin aynan shunda ochib mashinaning aynigini ochib keldik sen qo'ysa chinqalsan ko'rgansan Çınqalsan gördü kesse dedi. Çınqalsam görmesem yaman kızırıp gitti kesse bol çınqalmık neyse. Oho seni kömüğün numanda müşkül. Çınqılıp durup gördü kesse de. Çınqalsan gözün açıldı kesse de. Ha şu hem de. Davamlı çınqılıp virgülüm bağlı kessem. Ben balıklar çınqalmık yaman kızırıp tumurluğun yerilip gitti kanda gitkensen sen. Biz de bireyil dedi. Bir ishlarni qiziqarli bir yumor tuyg'u bilan hal qila oladi ekansiz-ku. Shundaymi? Shu turmushga nurg'un ishlar sizga bir qiziqarli tuyg'ular bilan tugaydi ekan. Ha. Xafaliklarmi, eg'irchiliklarmi degandek. Bir kuni shu tizginani shunda olib besib kelma. Televizor ochildi-da. Televizorning oldi yopqichni ochmoqdimizmi bu? Lat yopqichi va. Ko'rmasammi shu ko'rayotgandek hissiyatda o'tirma buni.
Yapışını açmay şunlar avazını anlap otarsam ayalım kiripti. O yapışını açmapsız dep. Kömgenlik aşımızın desem onu. Onda kızıkışlarım bekçiğe. Vay be kızım. En kızıkıdan birinde birine. Hoşlanın karşısında tok tüken bolsa pes küçüp saat selişten irinip odul hoşlanın biz olsam şunda kılmız hem hoşlan işini çekip baksak hoşlanın tok yoksun bizni gördüm yok gede bilimizde karta qarab bakmay. Bizning hoşumuz işin çekidi kim olsam İbrahimcan tok var mı yoksa deb yok dedim ben. Bu kündüm burun buvatkan avalgı bu. Tok yok. Desem ben bilmem bu den şey körden aldıravadığı bu adam. Tok yok. Desem deb kirib yetip. Kirib yetip algandan şunun yanı bir kösemdeki en ahırlış müzik çıkan vaxtida tezorun avazını bulçuk götürürsem bu adam anlap çıktı ton işini kalktı. Kim olsam? Çığa işini. Deb açsam bayan to'yqam desem yo'q deysiz-ku, nimdigini deb. Men ko'ymagan yo'q debdim azizga. Desem men buga sarangsizdan da so'rgan bo'lganimizda, "Past kuchmoqman" deman men, ey. Menda gap bo'ldi. Ertasiga menda so'raydi, "Akşam qanday bo'ldi?" deb. O kinoning oyi qanday bo'ldi deb. Deb berma, menda bo'ldi. Anda oyig' munda chiqdi, munda ekib tugid desem, "Ha" deydimizmi? Şunun bilan keyingi akşamısı o men degayga udul kamayli to'xtagandiki o. O'sha akşam bunda tugidi, bunda chiqdi davatыңыз deb. Akşam 2 qism qo'ydim. Azaldan bir qismni qo'yatgan buni. Akşam 2 qism biroq qo'yatsam, ha, shundami? Bizem kulib ketdim ha. Öydümü külki avaz üzülmeydi ekan da, mening his qilishimcha hozir. Bu xil tuyg'uda. İbrahim akamning yana bir naqsini anglaydimiki? Siljibalada. Bunda qaysi naqshi? Bizem yaxshi ko'radigan bir naqshi bor. Buni anglasanglar bilsizlar. Qani akamsa, marhamat. Ma'qul. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Kesen yasanmay kegin çıraylık sen yasanmasamım Bana kesen yasanmay kegin çıraylık sen yasanmasamım Altın değmen zılva boyun yarım Altın zincir asam sana Altın değmen zılva boyun güzel nigar Altın zincir osalmasam o Bana kesen taramay kegin Ne de gülün taramkını var Ona kesen taranmayı kegin Ne de gülün taramkını var Bana kesen taranmayı kegin nigarım Ne de gülün tarankını bak
dünyada kızlar zatını ne de sendek yaralgını var. Bu dünyada kızlar zatını nigarımdek yaralgını var. Ettir çiçip avara bulma yarım şaşmasam o ettir pıraysa ettir çiçip avara bulma güzel nigar şaşmasam hoş mu yaparaysan Kiçilede ay bulmasa Kili ve gin yanımda özel bir ay sen Kiçilede ay bulmasa Kili ve gin mini ayım sen Kiçilerde ay bulmasa nigarım Kili ve gin yanımda minin ayım sen Kili ve gin yanımda yalnız ayım sen Nima degan esil? Nima? Nereden oldunuz? Sarkardan. Hammamizga tanishib qolgan Sarkarda hozir oila elektr uskunalari va uy jihozlarining hammasi bor. Urumchi Konxolin bozoridagi 1500 kvadrat metr Sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita etildi. Dağlık marka, işençek, tölürtülük, mülazimeti a'la, bahsi muvaffaq. Şinjanның har qaysi joylaridagi zanjirsimon do'konlarma cho'qimsin to'liq rozi qila oladi. Sarkar uy jihozlari sarayi. Rahmat. Nima degan go'zal naqsha. Onun üstüge İbrahim Kam'ның nurg'unlagan ijodiyatlarini yana boshqa naqshchilarimiz o'rindab, xalq sunib, san'atimizni beytib kelyapti. To'g'ri. Shuni so'rab boqim kelyapti İbrahim ka. Hozirgacha ham sizni yaxshi ko'rdigan, ham shundaqla sizningki mastonlaringiz bo'lib sizga agishib ketayotgan nurg'un ko'rmanlarimiz bor. Siz bilan taqdirdosh holatdagi do'stlarimiz ko'p bo'lishi mumkin. Siz o'zingizni shularga qaragan chaqda hayotga bo'lgan shu pozitsiya taraflardan qaysi tarafdan alaydigim bor deb qaraysiz. Ham shundaq yoshlarimizga, sizga o'xshash shu taqdirdosh kishilarimizga qanday so'zlaringiz bor anglab boqim kelyapti. Hamda taqdirdosh do'stlarimga deydigan gapim hamda biz alayda bir kam qursak bo'lmasak bo'lmaydi. Biz kechirimchan bo'lmasak bo'lmaydi. Hamda bizni yimoy qiluvchilar davomli biz bilan qachongacha birga turdig'ini bilmaymiz hamda. Bunda bo'lgandaki biz cho'qim biz bilan bir qatim uchrashgan odamni ko'nglini utib olishga moyir bo'lmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Hamda odamlarimiz xilma-xil bo'ldi. Ba'zan odamlar niyati shunda to'g'ri. Bizni yoki ama ya mundaq bir ifodalash uchun to'g'ri ifodalanmaylamda qarg'u deb qo'ydigan odamlar bor. Mana qarg'u odam kepto ma qarg'uning programmasini ko'rdik. Qarg'uning naqshini аңда qarg'u bir odam bor, san'atchi, birisi so'z ishiltish iqtidor yaxshi emas. Munda so'zdan ishilib qo'ydiki, unda odamlar bir yerlar uchrashgan vaqtida ba'zida bak mehribonlik qilib ketdi hamda.
Sözü unda olgan bilan, ammo o'ylab qolamiz. Nima bo'lsa bu ko'ngilni og'ritib o'tib, kendin apo so'ragandek bir ish bo'ldi-ku bu. Ularni u o'tganlardan o'tib ketdi hozir. Shaxsan men ham o'tib ketdim. Men fursatni bak g'animat bilamandim. Qandaqli bir odam bo'lsa, shuni ko'nglini ussam deyman. Mushu mencha bo'lsa, mushuni qalbida men yashasam, o'zimni shuni qalbida tashviq qilsam deydigan bir ideya keldim hozir. Jinim bak tatlı bo'lsa kerak. Bak tamagar bo'lsam kerak menda. Nurg'un narsani tamoq qilishim sababli shunda bo'lyapmanmi? Ammo butkul mushu qarindoshlarimga, taqdirdoshlarimga bo'libmi, sal kang qursak bo'lganda, o'zimizniki atrofi avod bo'lganligi, murod maqsadlarimizga tez yetkil bo'lganligini deb qo'yg'im keldi. Cho'lpon ko'zlarga ders o'tsam, men hozirgi ahvolimda bu kulkilik ish. Ham cho'lpon ko'zlar navbatida ular bilim fan bilan bizga qaraganda yaqinroq uchrasha oladi, fursati bor, qo'lda telefon bor, yaxshini ko'ra oladi, yaxshining rangining qanday ekanligi, o'rni nada ekanligi, qanday yerda turadiganligi, qayerda ifoda qilsa qayerda go'zal bo'lganligini bular bizdan bildi. Hamda men cho'lpon ko'zdagi bu yerda dars o'tamayman. Bizimniki taqdirdoshlarimga hal qilgan masalalarni tushuntirish majburiyatim bor. Qag'allarga mening hozir deganlarimni doklad sifatida tushunsa bo'ldi endi. İbrahim Kamninki shu hayotga bo'lgan muomalasi, umidvorlik, ko'z qarashi, qatorliq taraflarda nurg'unlagan o'zi bilan taqdirdosh ham shundaqla jamiyatimizga nurg'unlagan kishilarimizga har taraflardan ulgi bo'lyapti deb o'ylayapman. Odam qaysarlik bilan yashagan vaqtda, umidvorlik bilan yashagan vaqtda ondan keyin bu hayotning rangdorligini his qila oladi ekanmiz. İbrahim Kamanım shunga o'xshash hayotga bo'lgan umidvorligi bilan ulgi bo'lyapti. Guljamal odam kasbga bo'lgan muhabbat bilan butun yoshlarga ulgi bo'lyapti. Nima baxtga men ikkalamizni paranglashib bugun. Rahmat. Shunchalik hayajonlanib ketyapman. Rahmat İbrahim ka. Undaqda bundan keyin bir arzu, planlaringizni anglab baqqım ba. Hamda hozir bizning bir ish qilyapmiz endi. Mushu xabardor bo'layli yangiladim. Dehqonlar bilan munosabatlik bir ish bor qo'limizda. Ha. Mushu pista deydigan bir meva bor. Ha. Mushuni bir agronom inimiz bilan bu inimiz mushu texnik jihatdan yetakchiligini qildi. Dehqon qo'liga o'tgandan keyingi texnik jihatdan yetakchiligini qilib, dehqonlarning qo'liga yetkazyapmiz. Bu san'atda buningdan keyin menga zo'r ilhom bor. Hamma jihatdan. Hamda buningdan keyingi aytmoqchigan naqshlarimning temisi har jihatdan davomli minnatdorlik tuyg'ular mangdu. Bek güzel arzu. Qilayotgan ishlaringizni rostni desam, texmi xalq bilan yaqinlashadigan, texmi xalq cho'kalaydigan bir ishkan deb o'yladim. Uning ustiga yaxshi bir planlar bilan, yaxshi bir niyatlar bilan yo'lga chiqibdi emasmi? Ishlaringiz texmi barakatli bo'lsin, İbrahim ka. San'at hayotingiz texmi bir natijali bo'lsin. Albatta, texmi ko'p natijalarni qo'lga keltirishingizga biz chin ko'nglimizdan rahmat. Bak xo'sh bo'ldim, nurg'un programmalarga chiqdim. Bugun men eng rohat o'tagan bir program bo'ldi. Rahmat İbrahim ka. Bak rohat o'tadim. Hammamizning ishi yaxshi bo'lg'ay. Cho'lda Bo'ston hamkorlik dehqonlar hamkorlik maydonini qurgan inim Mo'ydullarga rahmat aytaman hamda. Rahmat. Ishlaringiz texmi barakatli bo'lsin. Siz texmi ko'p mahsulotlarga, texmi ko'p yangi ishlarga obraz vakili bo'lishga tegishli ham bo'la oladigan obrazga ega bo'lgan san'atkorimiz aka. Undaqda siz bilan paranglarimiz faqatla oxirlashadigandak emas. Yana qiziq gaplar chiqib qoladi. Yana nurg'un so'zlarimiz, hikoyalarimiz bordek tuyg'uda. Ammo Guljamal odam boy deganga o'xshash, keyin yana yangi ijodiyatlaringiz bilan, yangi hikoyalarimizni yana bir son programmamizda bir ko'rishaylik aka. Bugun vaqtni sizlar mushada oxirlashtirib turaylik. Qadrli ko'rmanlar, bugungi O'nlik sadosi programmamiz mana mushada oxirlashdi. Ko'rmanlarimiz Guljamal odam bilan ikkimizga o'xshashla intayin hayajonlanayotgan bo'lishi mumkin. Minnatdorlikdan iborat mana shu so'zningki xosiyatini yana bir qitim his qilgan bo'lishi mumkin. O'nlik sadosi programmamiz rangdor davomlashyapti. Davomli sizlarni kutamiz. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi O'nlik sadosi programmasi. Xo'shunda bo'lsa biz keyingi son O'nlik sadosi programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishishga salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.
Aman küldi inaqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda uçqan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Ümidaqlik yo'llarining karvonimiz. Yalqullaydi qalblarda darvonliklik. Quchoq ochgan bizga go'zal davronimiz. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Ümidaqlik yo'llarining karvonimiz. Yalqullaydi qalblarda darvonliklik. Quchoq ochgan bizga go'zal davronimiz.